Hop, assalomu alaykum, Islomjonov kanal obunachilari, Chorva ishqibozlari, YouTube foydalanuvchilari, hurmatli obunachilar. Hop, bugun biz Andijon, Paxtaobod, Chorva bozoridamiz. Navoz bo'zalarida syomkasini qildik akalar, qo'ldan kelgancha syomkalar bo'ldi. Nechta mol bor o'zimizda? Uchta qaysi bor. O narigi ham, ha? Devor chegasidagi o'rta mana bu ham, ola. Qaysi birining bolasi bor, qaysi biri ikkita ekanmi? Qaysiniki navosi bu. Ha, yana bittasi bor. Ha, katta qaysi biriniki? Birinchida yaniki. Hurmatli obunachilar. Oldinroq yaqinlashib olaylik. Ozgina akalar. Bittasi mana shu sigirimiz, bittasi bu, bittasi uchalasini bolasi ham navoz. Mo qaysini bolasi? Bolasini xunajin. Bunisini xunajin. Bunisi ham xunajin, bolasi ham. Xunajin. Bu navoz mo o'rtada yaniki ekan. Akalar mana navoz qaraylar turishini. Ana Ikki haftalik oldi. 2 haftalik bo'libdi. O'rtada ham molimizni bolasi ekan, mana akalar. 2 haftalik bo'lgan novosani qaranglar. Xunajin akalar. Enasi ham xunajin ekan. Mana birinchi o'ng'o'zi. Bunisi, buni enasi. Bunisi uchinchisi. Narginisi. Birinchisi. Bu ham birinchi xunajin. Akalar ona bolasi o'zi turibdi. Enasi 4 oylik bo'lg'asi. Enasi 4 oylik bo'lg'asi. Xo'p. Süt qancha bularni? 10 ta eryapti, 8 ta yalaversin. 10 ta yab 8 ta yo'llarsin. Nargisinchi? 6 ta gelsin. 6 ta olsin. Bunisi 7 ta gelsin. 7 ta olsin. Ana obunachilar. Mana. Narxlarigachi? Narxlarga yapishtirib bo'ladigan qilaydi. Mana 26,5 ozgina kami bor. 26,5 ozgina kam bor bunisi. 28,5 ozgina kami bor. Buni 28,5 ozgina kam bor. Narichi? 35 millionga ozgina o'tib beraman, xayr. 35 millionga ozgina o'tib beriladi. Hurmatli obunachilar, shu narsalar bo'lyapti. Ishonarli mollar so'ragan, sigirlar so'raganlarga Nozimjon akamizdan oxirgi marta video bo'lyapti. Safarga. Akalar, videoni boshqa chiqarib qo'yib, undan keyingi sigirlar videolari chiqarmashim mumkin. Haligi o'zimni tanishlarimni o'zini ko'rsataman, sigirlarni ko'rsatmayman. Prosta ma'lumot berish uchun aytdim bularda. Telefon nomerlarini aytib qo'yaylik. 97lik 235 65 nomerlariga aloqa chiqarasizlar Nozimjon akamizdan. Mabodo bu videoda anchadan keyin ko'rayotgan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa ham 1 oymi, 2 oymi undan keyin shu nomerlarda eslab qolinglar. Nozimjon akamizni ishonarli sigirlarni yetkazib bera oladi. Shu nomerlarda ukamiz oxirigacha shu bozorlarda xudo xolasa akalar. Kelganimcha katta o'ppagina Zaynama. Akalar, ukalar. Shunaqa gaplar. Biz bu videoda nariga birinchi video ko'rmagan insonlar uchun aytib qo'yapman. Faoliyatimizda oxirgi videolardan biri bu ham xudo xolasa. Mana akalar. Uje safarga chiqadigan bo'lib qolyapmiz. Nariga video ko'rmagan akalarimiz uchun hamma obunachilarimga 18500 ta menga podpiska bo'lib, menga ishonib, menga podpishka qilgan har bitta insonlarga kattakon rahmat. Shunaqangi mol purushlarga ham alohida rahmat aytaman. Shunchalik mollarni chiroyli qilib, ma'lumotlarni berib, chiroyli qilib obunachilarning qiziqishiga sababchi bo'lgan mol purushlarga ham kattakon rahmat. Shu mol sohasida shug'ullanadigan aka-ukalarimizga ham hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Hayla shu video. Nozimjon, oxirgi so'zlar. Qalay yorildi bozorlar, qanaqa yoritdim? Bozorlar zo'r aka. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi. Qaytamiz xudosi. Boricha oldi. Hurmatli obunachilar, sizlar ham fikringlar qoldiringlar. Shu paytgacha faoliyatimiz qanaqa bo'ldi? Yaxshi davom ettirdikmi yo yomon bo'ldimi? Yozib qoldiringlar akalar. Oxirgi videomizni yozib qoldiringlar. Undan keyingi boshqa videolar chiqishi mumkin, bilmadim. Endi bu kanalda boshqasi yuritishi ham mumkin. Xaridorlar chiqib turibdi, olaman degan insonlar bor ekan. Qiziqishyapti. Ko'ramiz endi akalar. Mo'jt o'zimda qolar. Kelganchalik davom ettirishimga. Yana bilmadim akalar. Aka, betishov, olib ko'ring. Fikrlaringizni yozib qoldirasizlar akalar. Hech video to'xtatgan kelmayapti. Obunachilardan ozgina aka-ukalarimizdan ma'lumot olishga harakat qilamiz. Haligi kanal haqida, qanaqa yuritildi kanal, qanaqa faoliyatimiz bo'ldi. Ozgina ma'lumot berib ketamiz endi.
Meni olmayapsan. Asadbek ukamizdan intervyu. Asadbek. Qaysi? Menikidan. Assalomu alaykum. Bir görüş. Va tog'a kimga telefon qilish kerak? Asadbek. Hozir Kanal qolmas deyapti. Yo'q. Kanalimiz haqida faoliyatingiz oxirgi video bu. Oxirgi video. Bo'ldi, tugayapti. Aka, Ozgimolaringizdan kuchli hech pul oldi ekan? oy, tarozi xizmatlari bor akalar, tarozi xizmatlari. Akamizdan telefon nomeringizni ayting-da. Oxirgi reklama bo'lib qolsin. 94 672 1794. Nimaga tugatyapsiz aka? Qanaqa videolar bo'ldi Asadbek? Qanaqa videolar bo'ldi shu paytgacha? Yaxshi bo'ldimi? Zo'r bo'ldi aka. Vallahi sotdik. Asadbek, ko'pchilik mol-mulklar hammasiga kattakon rahmat. Shuncha paytdan beri padisha qilish eng asosiysi o'na do'stim. Hamma bozorlarga olib borib keldi, boshqa qildi. Nima to'xtatyapsiz? Safarga ketyapman. Bu terasiga ketadimi? Obunachilar bilan aylashib qo'yishinglar mumkin. Yo'q, yaxshimisizlar, obuna bo'lashingiz Islombekka. Bo'ldi. O'zanasiga ketib qolaman deyapti. Mana kelar. Biz endi kanalni rivojlantiryapmiz. Kanal zo'r ketyapti, haqiqatda ham rivojlanishi o'ta ham zo'r bo'ldi kanalimiz. Assalomu alaykum. Aka, charchamas. Oxirgi video aka. Obunachilar bitta gap so'zlaringiz. Like bosaringlar. Oxirgi video deyapman, oxirgi video. Bo'ldi, ketyapti. Voz ketyapmiz. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Yaxshi kunda ko'rishaylik akalar. Ko'paytirib kelarasiz. Doğrusu aka, haligi nimalar bilan qaytamiz, nima deydi? Kuchli telefonlar bilan qaytamiz, xudo xolasa, inshaalloh akalar. Omadingiz bersin. Hurmatli obunachilar. Mashinalarni olib qo'ying. Qizni o'zi chiqyapti. Akamiz ham mana. Ketyapti karasaga. Bitta duo qilib bering. Yo'q, ketmasin. Ketyapti rostdan. Molni qara qilib sotamiz. Yo'q, ashna aytib, oxirgi video qilib chiqarib ketayapti. Yo'q, unaqa qilmang. Akamiz. Abi, Obunachilarimdan ikkalasi ham. Charchamayapsizmi siz? Keyin qo'shib gapiring bo'ldi berasiz. Nech pul beryapsiz? Nech pul beryapsiz? 18 million 700. Uka, 18 million 500 deyapti. 18 million 700. Ama bermagansiga ham rahmat. Qadr qilib sizga gapirib qo'ydim. Nodir aka. Oxirgi video. Obunachilar. Fikrlar. Lakni gumbilladinglar. Ammo yo'q, yaxshi ular. Bozorlar arzon, ha. Arzon, ha? Oxirgi video oladigan bo'lyapti. videolar tugayapti endi. Ha? Bo'ldi, bas qilasan. Ya unaqa qilma. Yaxshi ular. Obunachilar. Mashakalarimiz ancha padisha qildi. Kim? Husanbek mashida. Videolar aytganimda ma'lumotlar zo'r berishdi Nodir aka. Juda Asadbek. Aleyküm kopam. O Asadbek привет degan. Mana bu qanday qo'yib qo'ygan. Oxirgi videoda sotilib ketsin. Oxirgi video sotilib ketsin. Necha pul aka? 23.5 ga beramiz. 23.5 ga beramiz. Akalar bu qanaqa qaranglar sifatini. Telefon nomerni ayting. Qirg'iz nomer 90 nomer. 93lik 258 258 66 60. 66 60 akalar. Terisi ham Shu videoda ko'rib turgan akalarimiz. Mana aka. O'zi aka turmaydigan bola ekanda bu. Aloqa chiqarlar oxirgi videolarda. Mana aka. Nodirga rahmat. Nayla sog' bo'lsin. Nimaga tark etyapsiz? Safarga xudo xolasa. Nasıl ketib qolasiz? Oxirgi marta. Assalomu alaykum. Biz Dalam nimaga etamiz. chiqqanmiz? Oxirgi videolar obunachilar bilan olib berdik. Yaxshi. Obunachilar akamiz nimasi bor? Undaymi-da? 93lik 25 akalar bemalol mol olib kelib ketish xizmat. Dastlabki xizmat akalar. 24 yetdi. Ukamiz ham mana Ismoiljon. Polvonda, bu polvon deb qo'yadi buni. Bozorda laqabi. Molni jigarini sug'urib oladigan bolalardan.
Xo'sh, shunaqa gaplar akalar. Sanbek, Samik. bizam kanal haqida. Oxirgi video endi. Gapiring do'stim. Nima deb gapiradi? Oshdan duosini olib Islom esa gapirmas. Duosini olib kel. Akalar, obunachilar, oshdan Islom biz tark etyapti. va mana shu sizlarda 18500 ta bo'lishimga mana shu bola juda katta sabab. Kelarsiz bir yilda. 1 yilmi, 1 yilmi endi ko'ramiz endi. Mana shu bola sababli ko'p bozorlarga borib sizlarga yordam berdi akalar. Mana shu bola uchun ham bittadan like bosib qo'yinglar. Otabek ham ko'rib yozib berdi kommentda. Otabek ham olamiz, Otabek ham. Otabek aka, intervyu berib qo'ying, Islom ketyapti-ku. Nasa ketyapti, intervyu berib qo'y, oxirgi ekanligi. Endi apolasizlar, muxlislar. Tirikchilik. Like postlaringlar bu yoqqa yo'q endi mana. Otabek ham. Endi Qanaqa bo'ldi aka kanalda yoritishlar? Qanaqa bo'ldi bu Paxtabod bozori? hamma yo'q zo'r oldi, lekin bu Islombekka like-ni nimani ko'p bosmadinglarda iloji yo'q ketyapti. Tirikchilik. Yo'q. Hali bir bor qaytib kelgandan Xudosi kuchli bo'lib qaytamiz aka. Xudo xolasa. Kuchli iPhone'lar bilan qaytamiz. Hurmatli obunachilar, shunaqa bo'lyapti. Duo qilib qo'yinglar, oshamiz ham baxt ochilib ketsin, tezroq uylanib ketsin. Uylanib ketsin do'stim ham. Yaxshi niyat. Xo'p, hurmatli obunachilar, mayli, videomiz oz bo'ldi, mana xayrlashuv videolar bo'ldi endi. Biz kuzatib borgan hammaga katta rahmat. Joyingiz sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. O'zinglar dasturlaylar akalar. Sizlar bilan son joyimiz bo'ldi. 18500 ta bo'ldi akalar. Bundan o'tdik. Sizlar sababchi, sizlar podeshkalar sababchi. Biz уже shu video eng oxirgi video shu video. Mol bozor to'g'risida. O'zim chiqarayotgan, ya'ni o'zim syomka qilgan oxirgi video. Most kimlardir videolarni qo'yarman, bilmadim. Bu yoq endi Alloh ko'rsatadi akalar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. O'zinglar asranglar. Yaxshi qolinglar. qo'yapti bu. Biz bozordan qaytdik. Bozorlarda oxirgi marta men ko'rsatib bordim. Endi kim yoritib beradi bilmadim bu bozorda. Dilmurodjon Qurboyev degan Dilmurodjon Uz deb qo'yibdi, hozir kanal nomini o'zgartirib qo'yibdi. Ashakamiz kuzatishingiz mumkin, mana shu Paxtabod bozorini yoritib beradi. Barbek oxirgi intervyusida qolibdi. Dilmurod Uzga topshirib ketyapman endi yana. Nimaga ketyapsizmi Rossiyaga? Barbek akamiz ertalab videoda nomerlarni aytganmiz. Любой payt telefon qila olasizlar, mollari bor. Любой payt bo'ladi. Abutaga yaxshi qolinglar. Acha charchamang, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Yaxshi qolinglar. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz qaytyapmiz. Bozor tugadi o'sha. Men uchun tugadi. Hali bozor o'zi endi aslida endi bo'lyapti savdolar. Endi boshlanyapti. Men uchun tugadi akalar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, o'zinglar asranglar. Shuncha yoritib berdik. Paxtabod bozori qanday yoritib bordik? Boshqa bozorlarda fikringlarni yozib qoldiringlar. Qanaqangi dili so'rovlar bo'lsa, kommentariyada yozaverasizlar. Kommentarimiz ochiq. Like bosinglar deb endi hech qachon so'ramashim mumkin. Qaytib kelmagunimcha 1 yilmi, 1,5 yilmi, bilmadim, 2 yilmi, 2 yildir ishlarmi, bilmadim. Xullas sog' bo'linglar, omon bo'linglar, asranglar akalar. Hech ham xayrlashim kelmayapti, endi iloji yo'q, xayrlashga majburman. Bo'lsin, sog' bo'ling akalar.